ayoldan so'rayaptilar. Keliniz qanday? Mana kelin tushirdingiz, yaxshimi desa, qaynona ko'ziga yosh olib, peshonam sho'r ekan. Alloh menga shunaqa kelinni ham beradimi? Qaysi gunohim uchun bu kelinni Alloh menga berdikin bilmadim, deyapti qaynona. Nima qiladi? Kelinim ertalab quyosh chiqquncha uxlaydi. Ovqatlarni bemaza qilib qo'yadi. O'g'limni ba'zan o'zim ishga kuzataman. Hatto poyabzalini artib qo'yishlikka ham yaramaydi. Qo'lidan ish kelmaydi. Biror bir ishni eplab qilganini ko'rmayman. Bu kelin bilan uzoqqa bora olmayman-ov, deb ko'ziga yosh oldi onaxon. Qizini ham uzatgan edi. So'rovchi qizi haqida ham so'rayapti. Qizingizchi? Qizingiz qanday? Ha, qizimni peshonasi yaltiragan ekan. Alloh shunday bir ajoyib kuyov berdi. Qarang, qizimni erkalatib, sen ertalab sahar turmagin deb uxlatib qo'yar ekan. O'zi qizimni bezovta qilmasdan kiyimlarini kiyib, o'zini o'zi eplab ishiga ham ketar ekan. Ovqatlarni bemaza qilib qo'ysa, qaynonasi, "Mayli qizim, biz ham shunaqa bemaza qilganmiz" deb uni ehtiyotini qilar ekan. Qarang, Alloh qizimga qanaqa baxt ato qildi-yu, o'g'limga qanaqa baxt qarolik ato qildi deb. Ba'zan kelin bilan kuyovlar munosabati juda yaxshi bo'ladi. Bir-birini hurmat qiladi, bir-birini yaxshi ko'radi. Lekin afsuski, qaynonalar bularning orasiga tushadi. Ularning munosabatini buzadi. Kelinda ayblarini oshirib, ko'pirib farzandiga aytadi. Bechora farzand ko'chadan kelgandan keyin nima qilsin? Onasini aytgan gapini tasdiqlab, kirib ayoliga zulm qiladi. Natijada kelin yig'lab, qaynonasini mana shu gaplari uchun Allohga nola qiladi.